Bullying nima? Bullying bu biror kishini ataylab xo'rlash, haqorat qilish, tahdid qilish yoki zo'ravonlik qilish holatidir. Odatda bu maktab, ish joyi yoki internetda kiberbullying sodir bo'ladi. Bullyingda kuchliroq yoki ustunroq bo'lgan odam boshqalarni muntazam ravishda qiynaydi. Bullyingning qanday turlari bor? Jismoniy bullying, urish, turtish, zarar yetkazish. Og'zaki bullying, haqorat qilish, masxara qilish, laqab qo'yish. Ijtimoiy bullying, odamni guruhdan chetlashtirish. Kiberbullying, internet orqali haqorat, tahdid, yolg'on ma'lumot tarqatish. Bullyingdan qanday himoyalanish mumkin? Birinchi usul: qat'iy to'xtatish. Bu eng ko'p ishlaydigan metodlardan biri. Bola zo'ravonga qarata qisqa, sokin va qat'iy ohangda aytadi: "To'xtat, menga yoqmayapti. Bas qil." Bu nima beradi? Zo'ravonlar ko'pincha qo'rqayotgan yoki chorasiz bolani izlaydi. Qat'iy ohang ularga kuch borligini ko'rsatadi. Ikkinchi usul: befarq bo'lish. Haqoratga yoki mazaxdan ta'sirlanmaslik, hissiy javob bermaslik. Misol, bola o'z yo'lida davom etadi, javob qaytarmaydi, ko'zini olib qochmaydi, yuzida sokin ifoda saqlaydi. Bu nima beradi? Zo'ravonlar o'zlari uchun munosabat izlaydi. Munosabat bo'lmasa, ular bullying qilishga qiziqmay qo'yadi. Uchinchi usul: do'st bilan yurish strategiyasi. Bu ilmiy jihatdan isbotlangan eng samarali himoya usuli. Bola tanaffuslarda, maktab yo'lida, oshxonada yakka emas, balki do'sti bilan yuradi. Hamrohlikda yurgan bolalarga zo'ravonlar deyarli tegmaydi. To'rtinchi usul: o'qituvchi yoki kattalarga darhol aytish. Bu usul bolani bullyingdan himoya qilishning rasmiy usulidir. Bolaga o'rgatiladigan gaplar: u meni bezovta qilyapti. Bu birinchi marta emas. Men o'zimni xavfsiz his qilmayapman. Bu nima beradi? Maktabning majburiy vazifasi: bolalar xavfsizligini ta'minlash. O'qituvchilar zo'ravonga darhol ta'sir qilishi mumkin. Beshinchi usul: xavfsiz joyga o'tish. Agar vaziyat keskinlashsa, jamoa oldiga chiqish, qo'riqchi, psixolog, yordamchi yoniga borish. Odamlar ko'p joyga o'tish kerak. Bu tajovuzni 90% hollarda to'xtatadi. Oltinchi usul: kuldiruvchi javoblar. Ba'zan zo'ravonga hazil qilish ham qo'l keladi. Misollar: yaxshi aytding, endi darsga kechikmaylik. Bugun kayfiyating baland shekilli. Esda tuting, agar zo'ravon agressiv bo'lsa, bu usuldan foydalanilmaydi.